Foziljon Qorakamlarni tanimagan, eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Alloh rahmat qilsin ustozimiz. Otalarini Yosinxon To'ram degan zot o'tganlar. 85, 86, 87-yillarda aqllari zoyi bo'lib qolgan ekan, majnun bo'lib qolgan ekanlar. Qorakam masjidda ishlayman deydilar, bir mashinam bor. Uyga kelaman, dadamlar qo'y bolam, meni uyimga olib borib qo'ygin deb aytadilar deydi. Uyimga olib borib qo'ygin. O'zlarining uylarida uyimga olib borib qo'ydirar ekan. Mashinamga o'tkazamanda ko'chalarni aylantirib olib kelib uyga olib kelaman. Ey bolam baraka top, baribir o'zingning uying yaxshi deb duo qiladilar deydi. Bir sabab bo'lib ishdan bo'shadim, mashinamni sotib yubordim. Dadamlarni janjal to'palanglari ashu uyimga olib borib qo'y. Mashinam yo'q, ming'izaman desam, uyda bir arava bor. Bir to'shakni solib dadamlarni aravaga o'tkazib, qilib hovlida aravada aylantirib olib kelib, mana uyingizga keldi desam, ey baraka top bolam, o'zingning uying yaxshi deb duo qiladilar deydi. Shu kunlarda mana shu ahvol o'tirdi. Bir kun duoga qo'l ochib, qo'lingni och bolam dedilar. Menga qilayotgan xizmatlaringdan men roziman. Xudoyam rozi bo'lsin. Iloho orqangdan dunyoni podsholari yursin deb duo qildilar deydilar. Men endi hech qayerda ishlamasam, hech kim bo'lmasam, meni ortimda qaysi podshoh yuradi deb, endi dadamlar jinni, boshlar tomlari ketgan, aqllari zoyi aytdilarda qo'ydilarda deb qo'ydim deydilar. Mustaqillik bo'lib ishlarga tiklanib, taqdir taqozosi bilan diniy qo'mitaga, O'zbekiston diniy qo'mitasiga rahbar bo'ldim. 2012-yil Buxoro, Samarqandda Abulay Samarqandiyning bir necha ming yillik, necha yuz yilliklari munosabati bilan o'sha joydagi bir marosimga bordik. Prezidentimiz o'sha marhum Islom Karimov, butun islom mamlakatlaridan podsholar kelgan. Imom Moturidiyni haligilarga ketyapmiz, maqbaralarga qarab ketyapmiz. Islom Karimov bolam, haligi qoraka siz oldinda yuring deb meni oldinga o'tkazib yubordi deydilar. Oldinda o'tib ketyapman, orqamda dunyo podsholari kelyapti, yig'layapman. Birtasi kelib, "Ey qoraka, nimaga yig'laysiz? Axir orqangizda dunyo podsholari kelyapti. Yig'lamang, nimaga yig'laysiz?" desam, bir paytlar otam, "Bolam, men sendan roziman. Dunyo podsholari orqangdan yursin deb duo qilsalar, dadam jinnida endi aqllari yo'q, aytib qo'ydilarda deb yuribman. Dadamlarning o'sha duolari ijobat bo'lgan ekan, mana podsholarning oldida yuribman" degan ekanlar. U sizni bizlar birovni jinni deyishimiz mumkin ekan, lekin ota duo qilsa, ona duo qilsa farzandni, bu jinniku demas ekan, duosini qabul qilaverar ekan Parvardigor. Bismillahirrohmanirrohim. Ota bilan bir o'g'il bir ayb ish qilishdi. Otani va o'g'ilni qozilik mahkamasiga olib kelishdi. Qilgan jinoyatlarini ko'rgandan keyin 10 darra otaga uring, 10 darra o'g'liga uring. Oldin otadan boshlang dedi. Otaga 10 darra urildi. Tishiga qo'yib miqitmay kaltak yedi. Birozdan so'ng o'g'liga navbat kelib, o'g'ilni kaltaklashganda, har bir qamchi urganda ota dod deb baqirdi. "Ey, boya o'zingga bundan qattiq uruvdik, dod demading. Endi bolangga urganda dod deysan? Qozi janoblari, boya teri go'shimga urdinglar. Hozir jigarimga uryapsiz, og'rig'iga chidolmayapman" degan. Ota hamma narsaga chidaydi. Bolasini kasal bo'lib, voh deb yotganiga chidolmaydi. Bolasini qiyinchilik tortayotganiga chidolmaydi. Janglarda, urushlarda hech narsani o'ziga olmagan otalar ozgina bolasini boshiga musibat kelib qolganda dod deydi. Biling, o'g'illar, qizlar otalar mehrini,
otalarni qadrini. Bir vaqt kelar, bosgan izlarin ko'zimga to'tiyo qilay desangiz topolmaysiz. Otamni izi bo'lsa-kin ko'zimga surtsam deysiz-u, iloj bo'lmaydi. Bakkaga bordik. Arafotda turibmiz, Minoda turibmiz. Yetkizganiga shukr. Lekin bu armonlik dunyoda otasini yetaklab yurgan yigitlarga qarab yig'ladikki, bu baxt bizga muyassar bo'lmadi. Alloh, qani mani otam hayot bo'lsa-yu, otajonimdan Arafotda duo olsam, Minoda duo olsam, hofis olib ko'tarib xonai Ka'bani tavof qildirsam. Ota qadrini bola ko'rganda bildik. O'g'il qizlarni o'stirib katta qilganda otajonimizni chekkan mashaqqatlarini nimaga qarib yuzlariga tirish tushib, qo'llari titroq, oyoqlaridan mador ketganligini bola katta bo'lganda bildik. Ya Rab, otamni, onamni rahmat qilgin. Men o'g'ilmanmiki 2 rakat namoz o'qib Allohumma g'firli deyolmasam o'shalarga men insonmanmi? O'g'ilman deb yuribmanmi? Bir piyola mayga ota-onamni ruhini olmasam, bir piyola mayga ota-ona ruhini shodligini almashtirsin. Asragin hamisha hammamizni ya Rab. Duolarimizni avvalini oxirini doim shu iltijo bilan bo'ladi. Ha azizlar, o'zi asrasin. Lekin Alloh taolo aytarkan: "Ey bandam, asraganim senga aql berganim emasmi? Shu men bergan eng ulug' ne'matlardan biri bo'lgan aql bilan o'tdan, suvdan o'zingni ehtiyot qilasan. Baland tomlardan o'zingni pastga tashamaysan. Xuddi shu aql bilan harakat qil, men yana senga barakot beray." Hazrati Umar radhiyallohu anhuning xalifaligida bir qariya bilan bir yigitni olib kelishdi. Qariyani peshonasi yorilib qon oqib turardi, ko'zi ko'kargan. Bular kim dedilar Hazrati Umar? Mana bu o'g'li, bu otasini urib boshini yoribdi, ko'zini tayini ko'kartiribdi. Ey bola, otani urish gunohi azimligini bilmadingmi? Allohdan qo'rqmadingmi? Ya Amiral Mu'minin, aytayotgan Allohingiz kim? Nima u? Gunoh degan so'z nima? Men faqat poda boqishni, molga qarashni bilaman. Hazrat Umar taajjublanib otaga qaradi. O'g'lingga gunoh savobni tushuntirmaganmisan? Allohni bildirmaganmisan? Mol boqishni o'rgatibman, boshqa narsaga vaqt topolmaganman. Seni ham mol deb urib yuboribdi-da. Oldin o'rgat, oldin qarz ber, so'ng qarzni talab qil. Otada farzandni 3 ta buyuk haqqi bor. Yaxshi nom qo'yish, tarbiyat berish, balog'atga yetganda uylantirish yo uzatish.